Mana sizlarga Steam'dagi top 5 ta tekin o'yinlar. Bu spiskani qilish uchun bir kun vaqtim ketdi. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Marhamat 5-o'rin. O'sha mashhur juda ko'p yulduzlar bilan kollaboratsiya qilgan Stumble Guys o'yini. Bu o'yinda asosiy maqsad birinchi bo'lib finishga yetib borish. 4-o'rinda Project Playtime o'yini. 3-o'rinda SCP Secret Laboratory o'yini. 2-o'rinda Farlight 84 o'yini. PUBG'dan, Call of Duty Warzone'dan charchaganlar uchun yangicha dizayn, yangicha grafika va yangicha texnika. 1-o'rinda ham horror, ham action aralashgan 2024-yilda chiqqan Once Human o'yini. Atmosferaga vashi gap yo'q. O'ynab ko'ringlar, umuman achinmaysizlar. Videoni doim tekinini qidirib yuradigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz va ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz.